Assalomu alaykum. Ustoz yaxshimisiz? Sonlaringiz yaxshimi? Charchamasdan. Xizmatlar bilan charchamang. Bo'lyaptimi ishlar? O'rgatgan ilmlaringizga rozi bo'ling. Nihoyatda kerakli, foydali ilmlarni o'rgatgan ekansiz. Alloh rozi bo'lsin. O'ta ham xursandmiz, ustoz. Tanajoningiz salomat qilsin Xudoyim. Oldin o'tirib, sodi bo'lmayapti deb o'tiravergan ekanmiz. Uni ustida izlanmagan ekanmiz. Shu narsaga ahlimiz yetmagan ekan. Xudoyim sizni to'g'ri qilib, hozir Xudoga shukr, mana o'qiganimizdan beri yanvar oyida 10 yil bo'lgan bo'lsa, faoliyat yuritganimizga 10 yil ichidagi eng zo'r yanvar oyidagi statistikamiz shu yil bo'ldi. Sizni sharofatingiz bilan to'g'ri bergan ilmlaringiz orqali ustoz joningiz salomat bo'lsin. Said Ahmad aka, mashalloh, rahmat. Xursand bo'ldim. Mana shunaqa natijalarni ko'rsam, xursand bo'laman. Pul olib qilgan mazamdan ko'ra mana shu natijalarni eshitib qilgan mazam to'g'risi boshqacha bo'ladi. Shuning uchun ko'p aytib tursanglar xursand bo'lamiz. Alloh bundan ham ziyoda qilsin. Hali kengashga qo'shilmaganda shunchalik ekan, demak qo'shilsangiz yaxshi bo'lib ketar ekanda. Bundan tashqari, Xudo xolasa, YouTube'larimiz Xudoga shukr ancha 80% ga plus tomonga yurib ketdi. Uzum bilan Yandexda onlayn savdoyimiz o'ta zo'r ketyapti hozir. Bundan tashqari ishchilar bilan shartnoma qilmardik. Shartnomamiz ham o'ta zo'r effekt berdi. Odam bilan muzokara qilishliklar, hali klientlar bilan kelishishliklar, nasiyani anchadagi davr qisqartirib olishlikka erishdik, Xudoga shukr. Hozir kengashga ham albatta qo'shilamiz. Kengashga qo'shilgan paytimizda ancha yana ham effekt berishiga %100 ishonchimiz komil bo'ldi. Xudoga behisob shukr.